Aziz kuzatuvchilar, navbatdagi patsientimiz Qumqo'rg'on tumanidan. Bu kishi patsientkamiz 1972-yil tug'ilganlar. Bu kishi o'tkir anal yorig'i, ya'ni treshina kasalligi bilan keldilar. 20 kundan beri qattiq og'riqlar, juda ham chidab bo'lmas darajada bezovta qilib kelgani uchun biz lazerli operatsiyaga tayyorladik va hozir lazerli operatsiyaga olyapmiz. Operatsiyamiz yarim soatda xudo xolasa tugagandan keyin sizlarga natijamizni ko'rsatamiz. Yaxshimisiz opa? Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Hayajonlanmayapsizmi? Do'stlar, mana patsientkamiz to'liq og'riqsizlantirildi, lazerli operatsiyaga tayyor va biz lazerli operatsiyamizni boshlayapmiz. Yaxshimisiz opa? Kayfiyat yaxshimi? Aziz kuzatuvchilar, mana biz operatsiyamizni tugatdik hozir. Operatsiyamiz 20 minut davom etdi. O'sha qiynab kelayotgan treshinani lazer bilan to'liq bartaraf etdik. Operatsiyamiz 100% og'riqsiz bo'ldi. Bemorimiz mana bemalol komfortniy yotdilar. Opa qanday bo'ldi? Hozir bemorimizga yuzlanamiz, hozir so'raymiz. Opa qanday bo'ldi? Yaxshi. Yaxshi bo'ldimi? To'g'risini aytavering. Og'riqlar sezmadim. Sezmadingiz, ha? Tez bo'ldi? Tez bo'ldi. Siz boshida qo'rqqanmidingiz? Qo'rqqan edim. Mana hozir operatsiya tugadi. Hozir biror narsa og'riq sezyapsizmi? Yo'q. Bemalol hamma narsani qilingiz, bemalol tiniq, ravshan, ha? Hozir hech narsa bezovta qilmayaptimi? Yo'q. Sizga shu lazerli operatsiya yoqdimi? Yoqdi. Hozir endi palataga o'tasiz. Palatada 1 soat dam olasiz. 1 soat dam olgandan keyin biror narsa yeb olib, turib harakatlansangiz bo'ladi. Bemalol yursangiz bo'ladi. Harakat qilish shartmi? Yo'q, shart emas, endi u xohishga qarab. Xo'p, mayli, yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz.